Onasi, qani yaqinroq kelchi? Mashg'ulot qilibsan-a? Qatdan bildingiz? Qidi kelyapti. Shu bizani deb oshxonaga o'ralashib qolding-a? Nima qilibdi adasi? O'rningdan turib joyga o'tib kelamiz. Assalomu alaykum. Qarang, bu mana ayolim. Bu bilan o'chib gaplashib, sevishib turmush qurganmiz. Lekin turmush qurgandan keyin faqat oshxonaga qarab qo'ygan. Oshxona o'ziga qarab qo'ygan. Shu ayolimmi? Shu oldindagi chiroyli qilib bering. Bo'ldi akajon, sizni juda ham yaxshi tushundim. Hozir ayolingiz yuz holatini analiz qilib, keyin xudo xolisa chiroyli qilib bechangga qilib beramiz. Bo'ldi, sizga ishondim. Men tashqarida kutib turaman, xo'pmi? Bo'ldi. Mabodo eringizda ichmaganmi? Yo'q, ichmaydilar bular. Hozir bunaqa erkaklar yo'q. Assalomu alaykum. Mana akajon, ayolingizni Ayvo, onasi mana mashinaga yurgansan hadon. Qarang, sening bu qimmat emasmi bu? unaqa emas. Hozir bizda birga bir aksiyasi ketyapti. Ayolingizga bitta to'plam olib berganligingiz uchun ikkinchisi sovg'a sifatida beriladi. Mana bu naboringiz bu ayolingizning go'zalligini yana ham saqlab qolishga sizga yordam beradi. Adasi rahmat.